Oğlumni qutqizinglar. Balamni qutqizinglar. Odam qisqagina hayotida nurg'ulg'an issiq sovuqlarni boshdan o'tkazar ekan. Men o'zimni bilgan cheg'imdan boshlab toki dadam bizni tashlab ketganiga qadar uning menga bir qitim ochiq chiroy ochganini yoki qizim deb chaqirganini bilmayman. Mana hozir bo'lsa dadam balki mening bu dunyoga ko'z ochishimga norozi bo'lsa kerak deb o'ylab qolaman. Lekin sababini zaten tushunmayman. Turmushning qatma-qat yukini dembisiga yutib olgan bechora opam ukam ikkimizning holidan xabar etgan edi. Lekin taqdir buning bilan bo'ldi qimmat. 5 oyning oldida ukam Dilyar mashina hodisasiga uchrab, uningdan ayrilib qoldik. Shu ishdan keyin opamning salomatligi yaxshi bo'lmadi. Doktorxonada necha qitimlab yetib chiqdi. Barini to'ladi. Yo'q nima iloj. Ikkimizga to'ttamdan boshqa hech nima qolmagan bo'lsa-mu, har hol shukr. Opam xeyli yaxshi qoldi. Yaxshi qopti men qizim. Doktor nimalar dedi opa? Azroq dori yezib berdi. Amsa dorilarni qarasam, nadiki dorilarni yezib beribdi. Uningdan ko'ra uyda yaxshiroq kutinsamla bo'lmadimi? Ansirman qizim. Opa, siz birdam aram etib turing. Men sirtga chiqib, ko'ytak olib kelib sizga tamoq etib beray. Yanchog'imda pach bo'l boshini ishladim. Pulni oldimi, opa? Hayal qilmang, ha? Baqil. Men chiqib ketdim, opa. $286. Opam dorilarning pulini to'layamagashga ammabdi ekanda. Xudo. Men qanday qilsam bo'ladi? Opam bu holatda yotsa, men o'qishni nima qo'yibdi? Men pul tepib, opamning bu dorilarni cho'qim ep berishim kerak. Opa, turing, azroq bir narsa yeylik. Nurgul, maktabingizga meni bering. Kechikib qolmang yana. Tushdi kelib, opa, sizga obdan taboq etib bermay. Allohga omonat. Xo'sh, opa. Kechdi baldiroq qaytib keling, ha?
Hada, bu yerda men qiladigan ish bormi? Nima ish qila olasiz? Nima ish qilsam mayli? Qach quchujib, oshxona tozalsam, choy quyib, tomoq tushsam bo'laverdi. Qarasam pek kichkansiz. Maktabda o'qimadingizmi? Yo'q, Ota-onangiz bormi? dadam yo'q. Opam kasalchan, shunga men Bildim. Undaqda men sizni xo'jayin bilan ko'rishtiray. Jirim. ma'qul hada, rahmat. Digine oğlum, nima yeysen? Hech nima yemayman. Nima ishqa? Uydagi ayolni ketkizib, Uni ketkizsam san kim qaraydi? Tez bo'l o'g'lim. Ochash saqlab qoldi. uni bu yerda men turg'izib qo'ymadim. Saqlamasın yer kessin. Uydagi so'rang xotin bek eskikan. Meni doim tillaydi. O'zining askiligiga baxmay, xalqni askidaydi texi. Sen bilan bir uyda turgan odamning jiniga voy. Bo'pti, sening dinimek bo'lsin. Ma'qulmi? Nima yeysan? Polo. 2 kishilik polo keltiring. Ma'qul. Choy ichi. Voy. Va balani. Kiyimlarini qalaymiqan tashlab qo'yganni. Ishkapga sep qo'yishni bilmagan. Xap, bakkatsizda bu. Oladigan bo'lsam, nima qilib yetdimenkin qarabdir. Nima qila olaysang? Set qeri, ketdisam ketmagandikin. Hop bo'ldi. Hop bo'ldi. Seni tuta olamamdim men. Seni tuta olamamdim. Voy, hep to'xta. Menga shunday qilamsan? Ha? Mening yurak kesilim bor tursa. Setqeri. Edepsiz. Maktabda o'qig'ining qanisining. Qadaq. İstanbul'da yürgün. Üstümen deydi tehe. Kayri. Ben seni tutulamam dem. Oy. Yaxşı oldu. Yukarı ketme. Bunu mu bir tutma? Oy, nima qilyapsan endi? Oy, xudo. Oy, men bu nima ko'ngilga endi? Oy, choshma. Oy, bo'ldi sen. İşimi o'z qilyapsan. Ey, bo'ldi. Nochil qilamsan qayeri? Hepsini. Sana qarayman degan odamning o'zi sarankan emasmi? Sen o'zgarmagideksan. Sen odam bo'lmagideksan. Sana vaqtimni isrof qilsam bo'lmagidek. Bo'ldi. Men ketay. Hozir ket. Men ketay. Ketay. Acab yaxshi bo'ldi. Sen o'zing yashab ol. O'zing yasha. Uzatmadim men sen ketib ol. Aslan ketib ol. Edepsiz. Sana vaqtimni isrof qildim emasmi? Acab yaxshi bo'ldi. Nima bo'ldi? Oy, nima bu? O'g'il narsa-ku. Voy! Qandaq. Voy, endi ikkinchi kelmaysan xayri. Voy, tezroq ketib olay. Oxir ketdim seni. Sen o'zing yashab ol bu uyda. Opa! Ha? Dilyar? Oy, canım balam.
Kile. Boladu oynab kirdi. Oynab hardыңmı? Ha? Kile yenim çıkıp yatqan ha, ayağını saldırıp qo'yay. Ha, sala. Kile, billa uxlayli. Ay canım balam, talab ketkinni. Opa, mahiqa yetib bera. Ma'qul. Burunqi zamonda bir kambag'al dehqon yashagan ekan. U o'ylanib uzun yilg'ich farzand yuzi ko'ramabdi. U har kun Allohdan farzand tilab nola qilar ekan. Kunlarning birida uning ayoli rostilla bir o'g'il tug'ibdi. Biroq u bola u bola shunchalik kichik ekanki, aram dadasining bosh barmog'i bilan tang chiqar ekan. Shunga ular bu bolaga Boshmaltaq deb ism qo'yibdi. U bola xuddi senga o'xshash bak aqlli bola bo'pti. Ota-onasiga shunday kuyindi ekan. Ularga yordamlashib, Boshmaltaq nurg'un ishlarni qila oladigan bo'pti. Bir kuni u bir xalta bug'doyni harvig'i besib, tugmanga un tatqilib beribdi. Xo'jayin, menga azroq pul berib tursangiz bo'pti ekan. İşlemeyle puldaysiz-ku, nimaga ishiltatdingiz? Opamning kasali kundan kunga ig'irlashib ketyapti. Shunga men Ha, asli bunda qishmitdi. Singlim, unda xos men sizga avval 20 oylik maoshingizni bergishtiray. ma'qul. Mana. Rahmat xo'jayin. Apa, Qaytib keldingizmi? ha. Qarang apa. Men sizga doktor buyurgan dorilarni olib keldim. Ko'rib beqing. Bunimi ko'rib beqing. Bundaq dorilarni qanday aldingiz? Apa, siz nima ish qilmanda yurishsiz? Kasal tarixi daftoriga qarasam, yurak kasali, nerv ojizlik degandek kasallarga davo bo'ladigan dorilar yozilibdi. Siz bo'lsangiz parvo qilmay yurasiz. Vaqtida davolanmay birashib qolsa, men qanday qilaman, apa? Amisi bu dorilarni nerga pulga aldingiz? Ayting. Men buni saboqdoshlarim berib turdi. Apa, men maktabga bordim-a? Ha, mang'amsiz. Diqqat qiling, ha. Nurgül, bana rast gap qiling. Bugün zodi nega bordingiz? Apa, bu nima deganingiz? Maktabga bormay, oshxonalarda ishlab yurgan o'xshamamsiz. Nemishqa darsga bormaysiz? Men sizdan qancha zo'r umidlarni kutgandim bilamsiz? Apa, siz og'riqcham tursangiz, men qanday o'qiy olmayman? Kim sizga men og'riqchan deydi? Mana bir obdan turmandim qizim. Darsga bormasangiz qanday bo'ladi, ha?
Endi işlemisem bo'lmoqdek. Jinim tenimdala bo'ladi ekan. Sizni cho'qib o'qitaman. Yo'q appa, men o'qimayman. Siz bilan birga ishlayman. Mening sizdan jafo qo'yg'im yo'q. Gap qilmang. Cho'qib o'qiysiz. Atda maktabga bering. Sizning hozir ishlaydigan vaqtingiz emas, maktabda o'qiydigan vaqtingiz. Appa, men baribir o'qishdan qayg'ilib bir oy bo'g'iltirdi. Maktabga borganim bilan bu darsga yetishmayman. Kelar mavsumda o'qiysiz. Yetishamisangiz kelar yili qaytalab o'qiysiz. Men muallimingiz bilan so'zlashib qo'yaman. Kelar yili qaytlab o'qiydigan ish bo'lsa mayli, lekin salomatligingiz butunlay asli kelib bo'lguncha siz bilan birga ishlayman, appa. Appa, siz degan ish tanishtirish o'rni qayerda? Oldimizdagi do'qmishdan qayralsaq yetib boramiz. Yarashdimi, appa? Yarashdi qizim, bek yarashdi. Yoqtirdingizmi? Nurgul, yuraq mayli. Ajab qo'rqatdim. Yetib boraman. Ner kula, menga? Hey, tamuqingni ye. So'p ketdi. Sening otgan tomog'ingni yemayman. Nimanda qo'shang nemisan? Uydan chiq desammi bezirib qarab o'tirgansa. Tamaq yemisan-chi qarab o'ltir. Menmichi qilish tegishini hammani qilib bo'ldim. Menga pul kerak, pul. Bum sendek bag'razni. Oy, bo'ldilar. Sen gap qilg'ichi o'zimning ishini yeychi. Bag'razgan o'zing. Yesam yemisam sening nima ko'ring? Yesammi o'zimning tomog'i. Buni yo sening uyingdan ekanmigan? Mana yedim. Kim sening moyliq go'sht to'g'radi de ola? Buni o'zing ye. Buni yemayman. O'zing ye. Buni yemayman. O'qishimabdi atgan tomoqim. O'zing ye. Hey! Hep. Sendek shumga qaragan ekan, menmi sarang? Tova, jahonda sen o'xshash saranglarmi bo'ladi ekan, ha? Endi-chi, men mumkin berman desim-chi, hargiz ishlamayman. Sendek shunda jaq to'ydim. Kesankat, ajab yaxshi bo'ldi. G'alba qildim. Yana bir dushmanni yo'lga soldim-da. Ajab yaxshi. Hey, yaxshimisiz Aygulmi? Ha, men, voy xudoyim, bolangiz taqliqsiz ekan-jimi? Nima? Meni tilab. Bola jafo soldimi? Qachon? Bag'an kunilar. Kichik bola emasmi? Mening xizmatim oldirashib qoldi. Ozroq yordam qilgan bo'lsangiz bo'pti ekan, bo'lamdi. Unda qilmay kelsangiz bo'lmamdi. Men uning gap qilib qo'yay, xafa bo'lmang. Bir necha kun bo'lsa qarab bering. Bo'lmayman, unda qilib ko'mab ekanman. Voy. Voy. Ha.
Ay paşamsiz. Ha, Ha, yaxshimisiz? Siz İmranның dadısımı? Ha. Kelmedingizgu? Vaqtim yo'q. Nima? Balamga 2 kun qarab bergan bo'lsangiz bo'pti ekan. Ata komandировка chiqmoqchi edim. Uningga qaraydigan odam bo'lmaydi. Shuni kelsangiz bo'ladi, ukam. Vaqtim yo'q. Bo'ldi, so'zlamayli qo'ying. Men bek aldirash, xo'sh. Assalom. Qanday yaxshimisiz? Bilishimcha siz Marixango deyman. Men sizni tonimadim-ku. To'g'ri, siz meni tonimaysiz. Mening ismim bo'lsa Fazilat. Men mundaq bir ish bilan kelgan edim. Mening 1 yoshga kirgan bolam bor edi. Uning qaraydigan odam yo'q. Yo'lishim bo'lsa sirtda ishlaydi. Anglasam sizning bir qizingiz bor ekan. Shunga qalisi qizim qarab beran degan deb kelgan edim. Bu ishni qizim bilan maslahatlashib, andan bir javobini bersam. Ey kiring, bir piyola choy qo'yay. Çay içip bo'ldi, sizni avar qilmay. Mendan xotirjam bo'ling. O'zim bo'lsam naytim angliq ayol. Qizingizni bolamga qarashdan boshqa hech qanday ish qilmayman. Oylig'ini nayti yuqori beraman. Qani, o'zinglar obdanroq bir masala silishib beqinglar. Javobini adilga bersanglarmi bo'ladi. Ma'qulamsa adiyani kilaman. Xo'sh, ma'qul. Ha, qani o'tiring. Sizga qanday mulozimat kerakdi? Men o'tganda bu yerga kelib tizimlatib qo'ygan. Bir muvofiqroq xizmat bo'lsa ishlaymikin degan edim. Ha. Ismingiz nima ekan? Marixan. Ha, Marixan. Ha, tizimlatib ekansiz. Mundaq ish ekan. 10 yoshlik bir bolaga qaraydigan ish ekan. Kunduzi osh tomog'ini etib, kir qatlarini yuvib berdi ekansiz. Maktabga opirib akildi ekansiz. Sizningcha qandaq bo'lamdi ekan? Bo'ladi, men qilay. Qo'limdan keladi. Maoshim yaxshi ekan, biroq sizmi uzungacha ishlaymasligingiz mumkin. Shundaqdimi aloqa qilish baqay, ha? Voy, Rahman apandima. Ha, men ish tunishtirish o'rnidan sizga yana bir yangi ayol xizmatchi deb qo'ygandim. Ha. Shundaq. Hozir kelamsiz? Ma'qul, emas shundaq bo'lsin. Ma'qul. Rahman apandi hozir keladigan bo'ldi. Biroz saqlab turing. Rahmat sizga. Rahmat. Sizdan ayrılığım yo'q, apa. Meningmi shu qizim. Biroq sizni uyda yolg'iz tashlab qo'ysam, texim xotirjam bo'la olmayman. U yerga billa opiray desam, umi xalqning uyi tursa, uningdan ko'ra mush yerda ishlab boqmamsiz. Bu ayolmi xeyli obdan ayoldek qiladi. Sizning holingizdan yaxshi xabar ep qo'yman dedi-ku. Ishlab beqing. Agar kunamigidek bo'lsangiz uyga qaytib ketasiz. Men buningdan ansirmadim, apa. Sizdan ayrılishga ko'zim qiymayotdi. Meningmi sizdan ayrilg'im yo'q, lekin nima amal? Qarang. Mushu uy shu. Kiravering qizim. Kirib keting. Knopkani bosing. Voy, kelin ham qiz. Bu sening nima qilganing balam? Ha? Sen muşning bilan bir emas 6 xizmatkorni yo'l silavatding. Endi o'zing deb baqa. Mushunda qilaversang, kim sening osh tomog'ini itib, kir qatlaringni yuvib berdi? Men ularning keragi yo'q. O'zim qilalayman. Gapimni angla. O'g'lim, sen tek kichik, ha? O'zingning oldin o'zing xabar olmaysan. Çoxum sana bir adam qarşı kerak. Bunu bilemsen. Mening xizmatim aldirash. Onun üstüge daim komandировка chiqib turman. Sening holingdan xabar olgudek vaqtim yo'q mening. Menga boshqa yollarning keragi yo'q. Opamni kappa. Opamni sig'indim. Opang endi qaytib kelmaydi bolam. Opa. Opamni sig'indim. Opamni kappa.
Gap angla o'g'lim. Men yana bir xizmatkor ayol deb qo'ydim. U ertatiga kelib san qaraydi. Ta'til to'shquchi bo'lsa-mu, uni ketkizib yotmayga bo'lamdi. Ha? 八味康宁，止痛更治。 Oy. Hi. Acaba biçim puşta. Ha, qani kiring. O'g'lim, Dada. kela o'g'lim. Bu yoq mening o'g'lim Imron bo'ladi. Bu yoq Marixan apash. U bugundan boshlab sanqiraydi. Ha? Amisi men ishga berib kelay. Ma'qul. Kela o'g'lim, suyib qo'yay. Gap angla juma bolam, ha? Amisi bola siz qoldi. Xatirjam Mening bo'l. ozroq ishim batdi. Odamning ichini pishirib yana birisi keldi. Opa. Dilyar, canım balam. Acep köygüm geldi. Canım oğlum. Canım balam. Koyuyor saran kutun. Kim senin bulan kim? Geçir oğlum. Geçir. Vay vay tolu beni oğlum balam devemi yine kundum iyileştiriyor. Singlim, astaraq yang. Gelingizga turib qolmasin yana. Man qarang singlim. Men sizga kiyimlarimdan bir necha qur beray. Uni vaqtida almashtirib pakiz yuvib kiying. Bosh ko'zingizni vaqti-vaqtida yuvib turing. Men ishga ketgandan keyin baliga yaxshi qarang, sutini vaqtida bering bo'lamdi. Ma'qul. Yana bola uxlab qolganda uylarni pakiz tozalab qo'ying. Bolaning kiyim-kechaklarini pakiz yuving. Uyga ushaq bolalarni kirgizmang. Uyning uya bu yerlarini oqtirib bir narsa yutib ketmasin yana. Bo'lamdi. Ishingizni yana. Oy. Qarash yo'qlig'ingni kela tushirib qo'yay. Niye tura? Üzüm düşmen. Bütüşka kutun. Linger tahta, mari paypak, mari degen ölüptü, topulukka kömüptü. Yıklaydıgan adım yok, özük kopmam, yıklattı. Bu balınızı. Nurgul! Nima chaqirsa 5 kuniga chiqmaysan? Ovozni anglagandan yugurib chiqmamsan? Qani, sapni kechdan olmamsan? Qachoncha uyutman sana? Men qatimchi dedim, odam kelgan ama sapni kechdan olib qo'y deb. Nima ish qilyapsan? Tomoq yeyotdim. Bolachi, O'ynayotdim.
Uy, tatlıklığını yalnız öldürüp göttünüz mü kocam, ha? O külüne. Külüne, akılıma külüne attın. Öten. Onam. Ha, miyada öldüreyli ya. Tügüm köp göttü işini. Öten. Ömünün boğdiligim. Uy, tatlıklığını. Boldu kıla. Boldu, şığılıma beyler. Boldu. Nimançılar şığılaydı üstünü beğenmedin? Bədi, Kaça beğen? bayılı bəgən edim. Onam, kuşuğun tokyan bu kocam. Ma çıkmışsın. Onam, bondiligim boldular, şığılımı gına. Uykum geldi mi o, ha? Şimdi ukulda ya. Onam, ukula, ha? Nем qılatsın? Bundaq qısan bo'lmaydi bolam. Voy, ishim xorlashmay chiqa. Bundaq qilma bolam. Qo'yib qo'y. Voy, qila. Nima ish qilyapsa? Ha? Nima qildi? Ülüşkilli men sana 50 koy bergandim-ku, yonchug'imda aqtirdingmi? Ha? Nima ish gap anglamaysan, nima ish o'g'irlik qilsan, menga? Oyjon. Yog'och quloq. O'g'irlik qilgan ash qo'lingni chiqara. Yana bir qo'lingni chiqara. Monamsi. Bo'ldi, qo'yvaman. Urg'an bilan ishni hal Men qilib bo'lmaydi-da. ishlarni o'rganib qolmasin deb hech nimani kep qilmay beqiyapman. Qara buni. Seni yomon yo'l kirib qolmasin deb, ha? O'zim yemay, o'zim kaymay. Nima desam shuni qilib beryapsam, yana mana shunday ishni qildingmi? Ha? Qo'lingni akila. Yo'q. Endi qilamsan? Endi qilmayman. Yana mana shunday o'g'irlik qilamsan, ha? Akila qo'lingni, akila. Men uningga gap qilay. Endi u undaq qilmaydi. Ha? Men gap qilay. Menga. Buni yemeyman. Buni yemeyman. Etken tamıqın o'xshamabdi. Undaq dema bolam. Isrofchilik qilsang yomon bo'ladi. Sana deb qo'yay. Aylab yillab go'shmay yemaydigan bolalar nurg'un. Sen bir kun yegan yaxshi yemekliklarni ular bir umrda yeb baxmagan. Undaq qilma. Yegina bolam. Bolam dema dedim. Men sening bolang emas. Sen nimanda eski tünügün dadamga chaqimchilik qilmagan bo'lsang, men bu tayoq yemagan bo'lardim. Bu uydan chiqib ket. Sening menga kerging yo'q. Chiqib ket. Menga uval qilma bolam. Qasam qilay dadamga men rostila demadim, u o'zi bilib qapti. Nima desang mayli, ish qilib men bularni yemayman. Yemisang bo'pti. Go'shtlarni men ilg'ib olay. Cho'pini yegin. Bu nima qilganimiz? Bu men bala go'shmayni yemayman deb shunga Dada u yolg'on deyapti-da. Men yeyman, go'shtlarni yeyman desam, u kichik bola moy go'sht yesa bo'yi o'smay samirib cho'shqidek bo'lib ketadi deb oldiga qo'chomni tortib oldi. Yo'q, undaq emas. Men bolaning gapiga ishonmayman. Bo'ldi. Tamog'ingizni ep keling, qo'zg'amashdi. Qandaq o'g'lim, uyda o'ldirib zerikmagansan, ha? Ta'tillik topshiriqlaringni ishlab bo'ldingmi?
Yo'q. Ötüdün boşab ishlayman. Ata deyli 15 gün bo'ldi sana. Topshiriqni vaqtida ishlamay, ta'til to'shilganga oz qolganda kechilab o'ltirib ishlaysan. Qachonliqim bu odatingni o'zgartasan, ha? Dodo, u menga olyapti. O'g'lim shundaq sho'q. Shundaqdimi, uningga yaxshiroq muomala qilishingiz kerak-da. Uning ustiga uning opasi yo'q. U texi kichik bolada. Kechiring Rahman efendi. Men endi ishlayamagudekman. Kechiring Marixon. Bu mening qasdan sizni ayblaydim emas. Men sizdan shundaq rozi. O'g'limni shunda obdan qaravyapsiz. Xato gap qilib qo'ygan bo'lsa, meni kechirib o'ting bo'lamdi. Ola! Yemamsa, o'g'il oldiga qach-qach yeyish kerak. O'g'lim shundaq sho'q. Shundaqdimi, uningga yaxshiroq muomala qilishingiz kerak-da. Kechiring Rahman efendi. Men endi ishlayamagudekman. Vay, yaxshimisiz? Vay. Nurgulmisiz qizim? Appa. Nima bo'ldingiz? Yig'labsiz Yo'q, appa, sizni bek ko'ygim keldi. O'zingiz yig'ishtiryapsiz. Men yaxshi bola. Dorilaringizni vaqtida ichiyapsiz. Qandaq? Bu yerga ko'nib qoldingizmi? Ha? Sizni bek ishqi selyapmaydiganda? Ha, har holda hushyor bo'ling. Xalqning bolasini yiqitib tatib qo'ymang, angladingizmi? Anladım appa. Xotirjam bo'ling. Ish bo'lsa o'zim Yo'q telefon bolam. Xalqning telefonini ishlatmang. Xafa bo'lib qoladi. Men sizga o'zim telefon uray, ma'qulmi? Ha? Bo'ldi appa, kelmasangizmi bo'ladi? Ma'qul qizim, Xudoyimga omonat. Xo'sh. Xanim, nochigo o'zlari, ha? Telefon haqqi nimandaq yuqurlab ketgan desam, aslida ona bola ishqila telefonni changallab olib, telefon so'zlashni ekansiz-da? Ay, har kun opam ishlab telefon uramsan? Men telefon urib baxmadim ada. Qara buni. Ay, sen menga bir haqida telefon haqi to'lashmaganmiding? Bu telefonni ommaviy telefon ko'rib qoldingmi? Chiqaman, bola qara. Ay! Sana deb qo'yay. Bolaga es-hushing bilan qara. Navoda bolaga bir ish bo'lgan bo'lsa, seni saqlamaysan. Chiqaman.
Marixan, nemish qilyapsan? Sana o'xshatib tamoq etib beray deyapman. Qo'lingni chiqara. Yo'q, ikki qo'lingni chiqar. Oy, ajab yaxshi bo'ldi. Uf. Ajab qo'rqitdi. Kesh qiladigan bo'ldim-da. Buni qanday o'qishlaydigandu? O'qishni najab zerikdim. Akila, men sana tushuntirib qo'yay. Senma? Sen nimani bilatding? Bu ya tomoq ichish bo'lmasa, voy qo'rg'am tushuntirib qo'yay dikkatginni. Meni yaratmayapsan texi? Menmichi to'liq o'ttirni bitirgan. Rost? Ha? Undaq bo'lsa, nemishqa boshqa xizmat topmay, bizning uyda xizmatkorlik qilasan? Sen tushunmaysan, bolam. Xizmat tepish uncha oson ish emas. Uning ustiga hamma odamning turmushi senga o'xshash baxtli bo'lavermaydi. Qara, sening dadangmi yo'q, g'amingmi yo'q. Agar balalarning hammasi senga o'xshash baxtli bo'lgan bo'lsa, kim deydi meni dadag'im yo'q deb? Mening dadim eng ko'p, g'amim bakchiq. Sen bilmaysan, mening opam. Kechiringlar, bugun kech qoldim. Dada. Dada, ta'tillik topshiriqlarimni ishlab bo'lay dedi. Voy, shundaqmi? Tabriklab qo'yay, kela. Dada, Marixan menga topshiriqlarimni tushuntirib qo'ydi. Hey, Marixan demay, sendan cho'ng bo'lgandikan, Marixan apa degan. Men qaytay. Bek keshib ketdi. Kechiring, bugun kech qoldim. Yuring, uyingizga olib qo'yay. Bo'ldi, o'zim ketaveray. Hech qisi yo'q. Mashina bo'lgandiga birdan olib qo'yma. Ma'qulamsa. İmran'mı belli basun. Yürü oğlum. Aynarak, tra o'rnidan. Ya Allah, qo'l qo'shishlaydi ekansan. Balni to's qilib, uning ustiga be. Bola o'yg'ansa, go'chida turishni bilmagan. Kunduz bola uxlaganda uxlamasang bo'ladi-ku. Canım balam, bo'ldi o'ynaverma. Uyga kirib ketaylik bo'lamdi. Dadam seni muz deyilmisin deganti. Memle qarab bo'lmasa, men uyga kirmasa kirkda. Yiqilib ketma, diqqat qil. Hey, Marixan
yaxshi o'ynamdikanmi? O'yinchi İmran. Ay canım balam, bir yerin ağırdı mı? Oy, dur dostlarımla olur. Bunlar da devamligine. Sığılma apakım sığılma. Ya Allah, ya Allah. Oldu, Adamni bir oldu. orab xudan o'rtog'ini qo'ymagan. Nima ishlar yig'ilsa, bolam bir o'ynab qaramagan. Mana ishlash. Bo'ldi, yig'ilma, qo'zam. Assalom. Bo'ldi qila. Qanday yashimiz seni qila. Bolang bek yig'lab ketdi. Ey, shu emasmi? Qo'zg'a ochdimi buni yomon yig'lab ketyapti. Ana. Qanday Qanday yaxshirdingmi? Uzun bo'ldi Ko'rmaysan ko'rmaysan. qo'y. Qani, kira. Anlasam yangi opsan adaş. Vaqtida yo'qlabmi kelanmidim. Baksat bo'ldi. To'g'ri tushunaman qo'adash. Yo Allah, senimi ko'rdigan kunlar keldi ekan-a? Biz ko'rishmagili 3 yil bo'ldi-ku deyman. Shundaqmi? Shu emasmi? Ay. Men izlamasam sen izlamaysan emasmi? Qara seni, yashiribli ketibsan. Oy, ne degini? Sen pek chiroyli bo'lib ketibsan. Rahmat. Qani adash, ag'ini. Oye, adash, mush uyga cho'qira, bola boquvchi solsang, yel yemish, miyuchi degandek narsalar quribli ketadigan degina. Rostaysan adash. Qani, Bo'ldi, bakan qo'mana. ag'ash o'ldira. Hay, bu qizni qayerdan kelding? Putqo'llar xeli chaqqan ekan-a? Buni-chi menga Xudoyim berdi. Opsidan boshqa hech nimasi yo'q ekan. Opsimi boshqalarning uyida madkorchilik qiladi ekan. Buning qaraydigan cho'lisimi yo'q. Yangi kelgan chog'da hech nima qilolmaydigan lahva bir nima edi. 20 kunning yoqi butun ishga pishirib bo'ldim degina. Hozir qo'l puti shundoq chaqqan bo'lib ketdi. Voy bechora. Yetim bola ekan-da u. Voy, iching og'rib ketdimi? Ey, sen bilmaysan, hozirgi bola boquvchilarni-chi voyli deb qo'ydigan bo'lsang, shunchalik haddidan eshib ketadi ekan, to'mirog'ini bek tutadi ekan degina. Shunglashqchi buningga anchalik ochiqcha raqib ketmayman. Yo'ldishingchi, aldirash o'xshamamdi. U hozir Hangjuda ashada turib, menga mal yetkazib beryapti. Men do'kon ichyapman. Kunlarimizni mushundoq o'tkazyapmiz-ku. Qarg'anda ishlaring xeyli rivojlanib yetibdi-da. Xudoga shukr, xeyli yaxshi. Haras, seni bu ishkirda tijorat qilyapti deb anglagandim. Tijoratning qanday? Bo'p qoladi. Hanim bo'lsa. Adash. Rost gapni qilsam, mening bu qizga xeyli ko'zim tushib qoldi. Menga bergan bo'lsang, o'zim yolg'iz degina amra qilib olsam bo'pti ekan. Shunda qila, adash. Yey. Nima deydigansan? Sana beribsan, bolamga kim qaraydi? Boshqa birisini akamamsan. Ey. Pulini-chi o'zim chiqarib beraman. Hay. Agar uni menga bersang, 10 ming qo'y beraman. O pulg'ichi boshqa bola boqchi topsang, bolangni 5 yil boqtirsan, 5 yoshga kirgacha yetadi. Undaq bo'lsa-chi, adash. Yana 1-2 oydan keyin men uni ketkizayotay. Opsi yo'q chog'da uni aldab-saldab sana chaqirib bersam, qag'imni o'zing jo'ndib olmamsan. Ma'qul. Uni poyezga chiqarib olsang, opsining uni izlab keynidan mongdigan mag'dirimi yo'q degina. Gaping gapchimi? Hargiz yenib olmaysan, ha? Ma'qul, chataq yo'q. Gapim gap. Ajab yaxshi bo'ldi, adash. Endi yaxshi bo'ldi. Ha, ma'qul. Voy, İmranma. Nima ish qilyapsizlar, o'g'lim? Marixa opang uyda bormi? Unda bo'lsa ishkinglar hazır tushinglar. Men past saqlab turay. Chaqan bo'linglar, ha? Bulunga, nega barınız dada?
Chiqdinglarmi? Uzun bo'pti beli tamoq yemagili. Tamoq yeyli. Mening uyda azroq ishim bor edi. Men uyga ketaveray. Unda desangiz bo'lmaydi. Mashinaga chiqing, beli tamoq yeyli. Birga borayli. Yuring. Bulunga. Bo'linglar. Ya balam, Yo'q, qo'shiqim to'ydi. Azroq boshqa yegin. narsa akaldiraymi ya? Yo'q, bo'ldi. Men televizor ko'raman. Bu bola bek sho'q. Qarasam xili chiqib qolgandek tursiz. U sho'q bo'g'ini bilan bak aqlliq. Bu bola burundoq emasdi. Apis tugat ketib, mushunda qo'yib qoldi. Hatto bir yildak menga qiydab yurdi. Apis kasalchanmidi? Yo'q, undaq emas. 2 yilning oldida to'y qilganimizning 10 yilligini tabriklash uchun taq o'yini qilib chiqdik. O kuni ayolim bekli xo'shal edi. Qaytish yo'limizda old tarafdan kelgan bir mashina so'qilib ketib, mashinani so'chirdik. Ayolim naq maydonda qazo qildi. Men bir putimdan ayrilib qag'iltas qoldim. Shundan beri bu bola apamni teppa, apamni akappa deb ko'p japa soldi. Onunga qancha tushundirgan bo'lsam qaqimadi. Shundan keyin uyga ayol xizmatkor akasamla u xafa bo'ldi. Lekin xizmatim bek aldirash bo'lg'ashqa bu bolani qiynab qolarmikin deb bek ansiraydi ekanman. Aslamanda kenda. Bichar bola. Nurgül, turaverіңден. Бүгін шәмбі болғаннан кейін мен базарға беріп нәрсе керек сетілдай. Sen balık qarğaş öy işlerini qıraştırğın. Beşim bek ağır gidiyordu. Kim boldu? İşinin gepini anlap, beşin ağır atamdı. Ha? Ya, beşim rastıl ağır gidiyordu. Kızıp gidiyordu ben. Uy, rastıl kızıp gitip doğum avamde. Bul. Naştılğın qıp tezdarağını içip ağın. Bu ne? Ya Allah. İş bolsa adamga teripli bəgin. Zukumağını balık juqtırıp koymasan bulatdı o. Balını təvirtlə. Darağını ele içip alsan buldu. Bile. Men mağdım ha? Oldu, balım şığılma oldu. Bana az kaldı ha? Bir kıyırışkanda gecek bir ağır qağın abırını mininki. Adamla hecep mi bir toy qazdı o? Bugün günlükte ağır qağın ne? Oldu, balım şığılma oldu. Hay, ne oldu, bir çıqa? Alama bal ne? Baldın özamı jirak tutbuldun mu? Bezde qarab turmay sütünü vermem sen. Seni saqlıtып qo'ydim, ha, fikrim. Qani ala. Aldirashib Oldu acha. Nega yatadan bo'lmasam? Qani ala. Ala. O'xshatdimi? O'xshabdi. Acha, bolam ko'rinmaydi o. Uxlab qoldi-ku deyman. Hay Nur. Bol qani? Peshki bilab qo'ydim. Menga chiqay. Hey, uyning ichidimi maska taqyapti? Bu nima ish?
U zukamdab qaptike. Balık yuqtirib qo'ymishsin deb maska taqab qo'ydim. Bo'lmabdimi? Qilmaydigan ishing yo'q, sening. U maskachi qara. Uningga xuddi eshakka taqib yarashqandek yarashdi degina. Men bu yerda bunda xo'rlik topqicha kessamla bo'lmadimi? Apamga telefon beray. U meni bundan boshqa yerga etkazsin. Vay, sen kim? Kimni izlaysan? Ay, bu Rahman apamning uyimi? Sen kim? Nima ishing bor? Mening ismim Nurgul. Apamni chaqirib qo'yamsiz. Isming Nurtaymi? Nurgul. Nurshotmi? Yo'q, Nurgul deyman. Isming Nurzat? Unda qilmay apamni chaqirib qo'ysangiz bo'pti ekan. Bu uyda opam yo'q. O'tinib qalay ukam. Apamni chaqirib qo'ying. Voy, nimanda azmini qilasan? Opam yo'q dedim-ku. Balam kimkan? Voy tong, bir sorankan, nima deganligini faqat uqib olmaydi. Xo'sh, so'rang. Nurgul. Tug'ilgan kuningizga muborak bo'lsin, qizim. Rahmat opa. Ichib ko'rib beqing. Bek chiroyli ekan opa. Rahmat. Yaradimi? Tug'ilgan kuningizga muborak bo'lsin. Men. Rahmat ukam. Nega bormiz? Talla bozorga narsa kerak setib olib boramiz. O'zing berib-vermay, menimi billa olib olgandikin menga cho'ng o'yinchiqdan birini olib bersan jimo. Ma'qul. Xafa qilmasang jiq narsa olib beraman, bo'lamdi bolam. Ma'qul. Kira, neha. 欢迎光临柠檬色。上衣11码的有没有？这上衣有没有11码的？模特身上穿的就是11码的，刚上的新款。请问你是自己穿还给别人买？不，给我女儿买呢。这上身效果挺好的，颜色也好，但专卖店质量都挺好的，都有保证的。而且款式也比较独特。这来bolam. 慢走，欢迎下次光临。Hoy. Sana ne bo'ldi ya? Ajab 2 kunda bir uyga kelgan bo'lib qolding ha? Seni yo'qlab kelaman-da, acha. Astagfirullah. Hey, meni bilmaydi demsan, sen umaymoqqa ko'z tashlab kelayotgansan. Sendan hech qanday ishni yo'shirg'ili bo'lmaydi-da, acha. Men bir necha do'stlarim bilan diskoxonaga boramiz deb qo'ygan. Ular qiz do'stlarini ep bordi ekan. Mening ya qiz do'stim bo'lmasa, Nimdidan? Xato anglab qolmagandiman. Hey, nomus qilmay o'sha monqina biramsan? Qo'ling joyidami sening? Tova, nimanda qildigandimi bu? "Voy. Nima bo'ldi?" Hey, uning kiydigan tuzukrak bir qur kiyimimi bo'lmasa, qanday qapirsa uni? Jinim acha, sen chiqib yasab qo'ya. Sening payzi kiyimlaring bor-ku, ha? Shuna qila. Hey, sening demagan mushi gaping qolgan, ha? Tura acha. Moda kiyimlaringdan kiygizib qo'ya. Hey,
Ma'qul. Uni tizishtirib qo'yay, ya. Hijabni kirmadi. Shundoq chiroyli bo'lib ketding. Tur, aynakka qarab boqama. O'tinib qalayman, bormaycha meni avatmang. Vey, hey, ahmoqmisan? Birsini o'yintib aklaydiysizmi, bormamsan? Voy, mani, birsini qushxonaga opirma davatqini yo'q. O'yintib akilma davatida tazim do'tnim ekansan-a? Tura o'rningdan. O'yintma deganga qo'shuvg'ina. Tura. Nimada qo'g'anni egilg'andi? Sultan, qara. Voy. Oy pari bo'lib ketibdi bu qiz. Menglaymisan. May. Men bormaychi. Ay, may. Doda, xalq maydoniga berib mustaqil bo'lmamdi. Apiray. Rahman efendi. Men uyga qaytib ketay. Kash kirib ketdi. Meni qachongacha Rahman apandi deb chaqirsiz? Tex baldirg'o. Uydagilar asrab qolammi? Yo'q. Uyda odam yo'q. Siz yolg'izmi? Yo'q, yolg'iz emas. La la la. La 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 la. La 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 la. Mening 2 balam bor. Cho'ngi qiz, kichigi o'g'il. Men o'g'lim hamildor bo'lib uzun o'tmay, erim bizni tashlab boshqa bir ayol bilan ketib qoldi. Men 2 bola bilan nurg'un issiq sovuqlarni beshimdan o'tkazdim. Biroq turmushimiz oddiy bo'lsin, bolalarimni ayt sog'lom cho'ng bo'lgan edi. Qizimni maktabda o'qitdim. O'g'lim. Oğlum o əmdəli 5 yaşqa kirgan edi. Shuningdan keyin men og'rib yetib qoldim. Qizim bo'lsa meni deb maktabdanmi qoldi. Qizingiz hozir nima ish qilyapti? Menmi ishlayman deb turib elib, birisining bolasini beqiyotdi. Ha, mundaqda. O kichik turib ishlayotdi-da. Uni pat ko'ngli bordigansiz, o qandaqroq turibdi. Qizimni ko'migilimi 1 oy bo'lay dedi. Bir necha qitim ko'rib kelay deb vaqt chiqaramadi. Doim telefon qilsam, mendan ansirmam. Men yaxshi turibdim halla deydi. Shundaqmi? Chapiningizni silib o'tiring, ha? Yo'q bo'ldi. Ammamsiz. Bo'ldi. Isib ketgan bo'lsangiz chapnozni silib o'tiring. Singlim, nega borsiz? Tozalik uyiga kirib chiqay. Menmi bilib boray. Besh kichikgina qizvolni qiz do'stim deb uyaga boshlab keldingmi? Odamni zavq qilavermagina. U rostli kichikini qizvola. Ochamning uyida turadigan qizvola tesho. Bola vaqtchi degna. Fayzingga bor adash.
Әміс оны обдарақ ойнатып, көзіні ечіп қойсақ бұғыдет адаш. Şunda qımsan qo'lingni chiqib ketmasa yana. Geç o'tiringlar bolalar. Qo'sha. Qizingizni kelar mavsumdan boshlab o'qitaman deb yaxshi o'ylabsiz. Bo'lmasa, bizning uyda tursin. Uning texnik yaxshi bo'ladi. İmran cho'qim qo'shiladi. Ha? İmran yo'q-a? Oy, kaynimizdan kelayotgan tug'u. Ne ketkendi? Qarab baqayli. Yuring. İmran! 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 Sana. Tez bu yerden ketim. Tez ketim. Men yalnız ketemeyman. Hechkimiz Olmaydi. Siz o'zingiz bir amal qilib keting. Ularning niyati durust emas. Hargizmi ularning qo'liga tushib qolmang. Tez bo'ling. Tez. Bu eshikdan chiqib keting. Tez bo'ling. İmran! 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 Estağfurullah vallahi. İmran! Assalomu alaykum. Bir kichik bola ko'rdingizmi? Bo'ymunchilik bor. Ko'rmadim qo'y. Beshik to'pi kiyib olgan. Yo'q, ko'rmadim. Estağfurullah vallahi. İmran! İmran! Uka, to'pi kiyib olgan bo'ymunchilik bor bir bola ko'rdingizmi? İmran! Yo'q, ko'rmadim. Ne ketkendi bu? İmran! 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 Ne ketkendi bu Aman bala? İmran! Heras! Boy u! Xalq maydoniga muzeyligini apag'ida qat'iy shu yerga o'xshamamdi. Oy bunu da tez barayli. Yürü. Balon tez. Nimada uzun dikilse? Hey, Nurgul qani? Nurgül yok. Ben onu ketkizib ettim. Bu nima qilganingiz? U o'zi yolg'iz qanday ketalaydi o? Nima deysa? Xalqning ishiga nima deb aralashsan? Sultan o'zi kelgandan keyin o'zi olib qo'ymamdi. Sen ağzını jüme. Senin bana onu bunu deydiğin nima hukukun var ha? Seni mi körüp koydum? Kar niyetim ekensen. Nima ish qilmay tillaysan? Men sana nima ish qildim? Sen bana emas, aşı biçare küçük kızgı kıldın. Uqtun mu? Sen onun içimligiga doğru silip zaten nimege erişmekçi? Navada o senin sыңlың болған bolsa, şunda kılattın mı ha? Oğul balı болған ekan, vicdanın bilan yaşasan bolmamdı. O vicdansız. Hey, adaş, men Nurgulni uyga olib qo'ymsam bo'lmaydi. Yura, bil izdayli. İmran! İmran! İmran!
İmran! Dada! İmran! Canım balam! Acaba ensirettin beni. Canım balam. Ay bana desen biz birlik emas mıydık ha? Ay. Elimi yaxshi tepib oldik. Bir nim bo'lmagansan, ha? Hey İmran! Acaba ensirettin adamni. Kechiringlar. Mayli. Ajab nasi osta? Nagimi ketganda bu inji maruq. Adash xato ko'rib qolmagansan, ha? Yo'q, ay, mushtarab ketganini o'z ko'zim bilan ko'rgan tursam adash. Asta. Ne ketgandi bu? Shu deyma. Nagimi ketgandi u. Mushtarabga o'tib ketgan uyga adashman. Rasmi shaq ketdimi? Lekin shu deb jazmlashtirolmayman adash. Agar uni topolmasam, nasos qilish shu. İmran! Canım balam! Acaba ensirettin beni. Canım balam. Ay bana desen biz birlik emas mıydık ha? Ay. Elimi yaxshi tepib oldik. Bir nim bo'lmagansan, ha? Kire. Oyun tazi qizg'an o'xshamamdi. Elimi bormayman deb turvag'ining, borma degan bo'lsang, tong otganda kelayotgansan-ku, ha? Sultan qani? Bilmayman. Nim deding? Sultan qani deyapman. Rostli bilmayman. Bilmayman. Ma kire. Tez bulun kızım. Tez. Yetişmiyorum. Tez bulun. Tez. Abba. 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 Nurgül! 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 Canım kızım! Nurgül! Nurgül! Acha, men uyimga ketaymikin deyman. Nima? Uy ketaymikin deyman? Hey, bu uyda qo'zg'intiq, kiyiming butun bo'lyapti. O o'nkirdek uyga bervag'ining bilan opang sirti ishlayapsa, u uyingda qo'rqmamsan. Qara gapini. Uning ustiga qara, 2 oylik pulni oldinala opangga berib etganman, bildingmi? Hech bo'lmaganda, mushu oy chiqib ketkichilik, mushu uyda cho'qim ishlashing kerak. Endi bundan keyin hech nega bormayman, bolamdi.
Voy voy, barmısang barmıg'in a? Hey, menchu qara, oqshom seni shundoq bir ko'ngli xush bo'lib qolarmikin deb ivetgan. Bo'pti, barmısang barmi? Men sanga dey qara. Opang og'riqchanka. Opangga iching og'risin. Mushu uyda turib, uyingga ketishning g'amini qilmay, bolamga obdan qara, bildingmi? Nega borsang-chi qara, qozonning qo'li qutut. Boshqa bir yerga borsang birsini to'riga chiqib o'ltag'izib qo'ymaydi. Yana mushu uyga o'xshash ish qilsa, angladingmi? Shuning uchun gapimni anglab, bolamga obdan qara. Oy, men qo'yib beray. Bo'ldi, o'zim qo'yay. Ha, bo'ldi o'g'lim, bo'ldi. Oy, rahmat bolam. Bolamni ko'p o'zgartdingiz juma. Uni o'zgartish ketmaydi. U o'zi azaldan yaxshi bola emasmi? Ha, bolam? Bugun sizning dam elish kuningiz ekan. Men baldiroq qaytaymikin deyman. Bir necha kun bo'ldi. Qizimni kunda tushab qelyapman. Uningga bir ish bo'ldimikin deb ansirab qoldim. Shunga uning yeniga berib kelaymikin. Bo'pti. Bering. Meningmi boshqa ishim yo'q ekan. Tamoqni yeb bo'lgandan keyin men sizdan birga boray. Bo'ldi, sizni avariq qilmay, o'zim beraveray. Yo'q, bo'ldi, tatinma. Tamoq yema. Olay bolam. Hey! Nimishqi balni vaqtida to'simaysan? Bak qapaqqalang ishlamdi yo'q, ha? Nimada qon vaqti birdimisan, ha? Men sen qachongachilik o'gitma? U laqma, qirg'ida uyning amirini so'yib firtib o'tibsan, ha? Tugdak buyung bo'g'icha, tugimdek aql boschisan. Qarab turma yerlarni tozlab, kirog'ini shularni shu. Ha, ishlash. Nurgul, qizim. Yaxshimisiz? Tinchlikmi? Fazilat. Sen qandoq ana? Men sening bunday qilishingni o'ylab boqmabdi ekanman. Sening qandoq ana ekanligingni hech tushunamadim. Sening balang bola bo'lsa, mening balam nima ekan, ha? Sening balangni boshqalar shunda xo'rlagan bo'lsa, sen chidab tura olamsan. Men sana deb qo'yay, har qancha yomon kunga qolsam, sening qulchiligingni tashlab bergan bola yo'q. Yuring qizim, ketaylik. Nega ketishyaptinglar? Ma ayning-chi vaqti to'shqini yo'q. Qancha kun qoldi? Hisoblab qo'ying. Yana 5 kun vaqti bor. Hisoblab qo'ying, pulini akab berib ketay. Oy! Yana-chi, xinining uchisidagi kim bor? Kirib seliversin. Sizlarga bergichilik, divoniga sadiq qilganim yaxshiroq. Sadiq qilayman. Kiringlar menglar. Yuring qizim. Qo'lingizni chiqaring, ha? Bo'ldi. Bunday qiling. Ala. Qarang, qizingizning mersizga jib xollagan. U cho'qim talaylik qiz oladi. Yuring qizim. Rastını benim balamadı. Ben onunla neyim kıptaydım? Oğla, sen de lütfen kalay. Beni bundan cezalama. Ben hem de kadak mı kılarım? Git qalsam qarab qolg'ucha qo'llarimdek savchu seni
çekip dertler tartışır. Mihrim bilen sancısın. Halayıktın azap salgıcı. Canıma alsam çözünü. Halayıktın azap salgıcı. Canıma alsam çözünü. Kimler bu da yolğa bakıcı. Mihman kılıp sen çözünü. Kimler bu da yolğa bakıcı. Mihman kılıp sen Meni kechirasanmi? Meni kechirasanmi? Ağızlarım anlayıcını. Geçir beni canı ciğerim. Ağızlarım anlayıcını. Sen bahar toprağını. Ağızlarım anlayıcını. Sen bütün bahar toprağını. Ağızlarım anlayıcını. Geçir anamı canciğersin. Geçir anamı Görüşmegili uzun bo'pti. Shundoq 13 yil bo'ldi. Siz bilan tar ko'chada uchrashib qolaman deb o'ylab baxmabdi ekanman. Siz o'zgarib ketibsiz fazilat. Balkim o'zgargandiman. Turmush meni o'zgartdi. Sizni bu yerga chaqirishimdagi maqsadim bu. Nima? Yo'q. O'tgan ishlar o'tib ketdi. Bu qanday mumkin bo'lsin? Nima? Siz nimalarni deb ketdingiz? Men faqat sizga bir ishni aytib qo'yish uchun bu yerga chaqirdim. Shundaqmi? Men xato tushunib qoptiman. Meni kechiring. Rahmat, men bu ishni ko'p o'ylanib, oxiri sizga aytish qaroriga keldim. Ayni chog'da men maktabdan ayrilib, ammamning uyida ay kunimni to'shqizdim. Balani tug'ib bo'lib, doktorxonaga tashlab qo'yib, kechilab qochib chiqdim. Nima? Siz balani og'iz etmagan demakchimi? Nimalarni deb yuriysiz? Manga amal bo'lmadi, rahmat. Shu chog'da sizgami, balig'imi qanchalik o'shib ketganligimni bilamsiz. Keyinchi qanday bo'ldi? Keyin yurtga berib, shu yerda o'qib qolgan birisiga yo'qlik bo'ldi. Biroq qilgan ishlarimning jazosini topdimmi bilmayman. Balaliq bo'lolmadim. Keyin Urumchiga kelib ko'p davolangan bo'lsam-mu, amal bo'lmadi. Keyin bir bola beqib oldim. Ammo
Mening nima qilganligimni bilamsiz. Men o'z bolamni boshqalarning pushtidan bo'lgan bola uchun tanlab, xo'rlabdiman. Bola boqish qilib ishlatibdiman emas. Nima? Siz Nurgül'le ikimizin balısı demek mi? Siz köylü otamsız qandaq. Agar men uning mürüstki pürcüp halda xata kömegen bolsam, o Marixaning beqilgan qizi bo'lsa cho'qim shu. Men Tangrining meni yana qanday usullar bilan jazolaydiganligini hech bilmadim. Marixan to'g'ri aytibdi. Men ona bo'lishga loyiq emasman. Men hatto bu dunyoda bir qizimning mavjud ekanligini bilmagan ona tursam, men haqiqatan odam emasman. Özünüzde ayıplayamam. Bu yalğız sizden severliğiniz emas. Bana Nurgül doğruluk süzüp bir işini xalamsiz. Nimishqi bilan so'raysiz? Biror ishni anglab qoldingizmi qandaq? Yo'q, undaq emas. Men sizga ba'zi ahvollarni so'zlab beray degandim. Rahmat. Men endi qandaqmi qilaman? Fazilat, meni xato tushunib qolmang. Men buningga bir narsa deyamayman. Bo'ldi sizni. Sizning shundoq deydiganligingizni bilardim. Mening sizga ovarchilik tepagim yo'q. Siz o'qishingizni tamomlashtiring. Men mush maktabning kasafli bo'ldim. O'zimning ishini o'zim bir taraf qilaman. Hey, Fazilat! Fazilat! Buningdan 13 yil ilgari 3-doktorxonada tozalik ishchisi bo'lib ishladim. Yiliqi ayol bolamni tashlab qo'yib ketib qoldi 3 kun bo'ldi. Qarg'ani bolasini olmaydigan o'xshamamdi. U qaytib kelmasa, balani beqib oldiganlar chiqsa, beritamiz. Shunda qilmaymi amalimiz yo'q. Bu dunyo mushundaq rahimsiz. Bola dunyoga ko'z echibla ona mehridan mahrum bo'lgan nemisi. Nimishqa shundaq rahimsiz onalar yoriladigandu. Tova. Bola 3 yoshga kirgan yili o'zimdan 14 yosh cho'ng bir psixiatrlik bo'ldim. To'y qilib 6 yilgacha farzand yuz ko'ramadim. Erim to'la topdan qilib Manga o'zimning pushtidan bo'lgan bola lozim, haqning suqinasini baxmayman deb meni tashlab ketib qoldi. Ulug' Allohning taqdiri bilan shu oyda bo'yimda qolgan ekan. Biroq u bolam menga nasib bo'lmadi. Ondaqdan Nurgül o Rastlı mening qizim kanda. U nima deydigandi? Ular Nurgülning ota-onasi o'xshamadi. Bu qanday gap? Ular qizimni mendan tortib olsiz. Yo'q. Hargiz demayman. Bu sizlarning ham xiyolinglar. Marixan. Imran. Balam, men mangdim. Dadangning gapini obdan angla. Ketmisang bo'lmamdi. Yig'lamagan balam, ha? Yo'q, agar ketmisang, hamma ishni o'zim qilaman. Qochchilarni yig'laman, kiyimlarimni ratlayman. Seni Undaq bo'lsa, mening teximi kergim qilmabdi-ku, balam. Ketmagindan ma'qulmi?
Bana başka birisinin kergi yok. Meni kechirgin bolam, yig'lama. Meni kechirgin. Baldıroq ketmasam qizim yolg'iz qoladi. Ketmegin ne? Ketme. Ketme. Git bana ağlayma. Hoş bolam. Ketmegin. Kechir. Ham xiyal qilishma, qizimni hech kimga tatqizib qo'ymayman. Sizlarga berdiganga uning paypig'im yo'q. Nurgul, chaqan chiqma. Nim qilyapsiz? Voy apa. Qarab o'ltirmay, men bilan yig'ishtirishib bering. Voy apa. Biz sada nega barmiz? Nurgul, sizning men bilan bog'ingiz bormi yo'q? Qiziq gap qildi ekansiz apa. Siz bilan birga turmay nagim ketadi. Tamiz chapiningizni kiying. Oye, ekran ana aytib qo'yay. Bo'ldi. Yuring. Akilam men kettiring. Astroq. Nima ish oldi? Nimaga yig'laysan? U ketdi. Kim ketdi? Mariha ketdi dada. Uni qaytarib kelayli dada bo'lamdi. Menga 200 koy berib tursang bo'ptikan. Pulni nima ish qilsan? Men sovg'at setib olay degan, uni xushal qilsam o'choqqa qaytib keladi. Sovg'at nima beray? Qarag'anda tanlab qo'ygan o'xshamamsan, ha? Ha, qo'pa, yetmagan yeringdan qo'shib beray. Yiqqan pulingni menga bergin. Ara mushisi yig'dingmi? Marixan kulib qolgan o'xshamamsa. Bo'la, ha. Ha, tez mangayli. Voy, eshik taqaq turdi. Ne ketgandi? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qo'shnimiz Marixan ne ketgandi? Heyla chamlarni ko'tarib chiqib ketgan. Nima? Chamdan ko'tarib ketdimi? Quloq bir chamdan bor. Rahmat sizga. Tez bo'l bola. Hech qisi yo'q.
Marixan opa. Oy, sen sizlar Marixan. Apa, ular kimlar? Mumkin bo'lmaydigan ishlarga avvar bo'lma. Qarang Marixan opa, sizga hiliq chapanni keldim. Rahmat balam. Sen achang bilan o'ltirib tur, dadamga deydigan gapim bor edi. Marixan. Xato tushunib qolmang. Mening demoqchi bo'lganim bolalarimizni Dada, yanchug'ingdikin chiqolmamsan. Marixan opa, dadam sizga to'yliq uzuk setib oldi. Siz dadamga tegishni xohlamsiz? bu bolniza. Bu üzük oddiy bo'lsa-mu qabul qiling. Buni sizga atab setib oldim. Mumkin bo'lsa, bolalarimizni birga boqayli. Elim. Apa. Jurunglar, mangayli. Jurung Akilam, opa. çabılarını bana verin. Bana idi. İmran, rahmat. Fukat, rahmat ojo. Hepsini, meni yeni koldan tutsan da. Aka qulağını çoğ yolda bundaq çaqçaq qısan bo'lmaydi. Xatarlikchimi? Seni qanday qildikin desam, xalqning qo'lini tutib ketaverdim. Turmush haqiqatan tushunib bo'lmaydigan ajoyib sirliq narsa. Meni bu dunyoga ko'z ochqizgan, ham meni tashlab ketish ko'z qiygan ash ana. Zodi kim? Bu muhim emas. Muhimi menga bu dunyoni haqiqiy tunutgan, menga haqiqiy mehr shafqatini ato qilib, beqib cho'ng qilgan. Men uchun butun vujudi kuyib kul bo'lgan mehribon onamdir. Kaynidan ayishib, necha marta yiqilib, qarsi yutkicha "Dada, dada" deb yig'lab turib chaqirsam-mu, parvosiz tashlab ketgan dadam Sodi kim? Bu muhim emas. Muhimi meni bu dunyoga oxirida qilgan, to'mirimda uning issiq qonlari o'rkashib eqotgan kuyimchan dadam. Ayning 15 qarang'i bo'lsa, 15 yo'riq degan shu-da. Aldığımızdaki dükkandan posunu ettirey ya kızım. Nargil kızım. Nargil kızım. Kechiring adi, men qizingiz emas. Faqat ilgari sizning balbaqichingiz bo'lgan. Nargil. Nargil kızım. Başbaharning iliq qo'ynida manga tep ko'chini bo'yla siz manga tep ko'chini bo'yla xayollarim chigilgan tugul Kalmaydi
ya